Assalomu alaykum aziz ko'radigan muxlislar. Mana biz hozir to'r balonli qumzorda yuradigan mototsikllarning yonida turibmiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu mototsikllarni joylashgan joyini aytadigan bo'lsak, Xayraton bandargohidan Mazor Sharifga qarab ketadigan umumiy asfalt yo'lni chekkasida joylashgan. Mana shu qumzorlikda vaqtini odamlar xush maromda, ya'ni xush kayfiyatda o'tkazish uchun qulay bir fursat. Bu moshinlarni va to'r balonli mototsikllarni arendaga berarkan, 15 minutiga 45 ming 50 ming so'm atrofida ekan, O'zbekistonning so'miga aytadigan bo'lsak. Afg'onistonning puliga mana bu to'r balonli kichiklarni mototsikllarni 200 afg'onidan va mana bu moshinlarni esa 50 ming so'mdan arendaga berarkan 15 minutiga. Mana Xudo xohlasa Hayit bayrami ham, Ramazon hayiti ham yaqinlashyapti. Hayit kunlarda yosh o'smirlar vaqtini xushchaqchaq o'tkazish uchun juda ham bir qulay fursat. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, layk bosib, qo'llab-quvvatlab turish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.